Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugungi qismda voqealar yanada keskin tus oladi. Qahramonlar kutilmagan vaziyatga duch kelishadi va har bir qaror ularning kelajagiga ta'sir qilishi mumkin. Oiladagi taranglik tobora kuchayib boradi. Sirlar asta-sekin ochila boshlaydi. Ishonch va xiyonat o'rtasidagi kurash yanada avj oladi. Qahramonlardan biri muhim qaror qabul qiladi, ammo bu qaror boshqalarning hayotini ham butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. 101 qismda voqealar yanada hayajonli davom etadi. Kutilmagan uchrashuv va oshkor bo'lgan haqiqat barchani hayratda qoldiradi. Endi hech kim avvalgidek oylay olmaydi va munosabatlar sinovdan o'tadi. Qism oxirida esa eng katta syurpriz yuz beradi. Birgina voqea butun hikoyaning yo'nalishini o'zgartirib yuboradi. Endi tomoshabinlar keyingi qismni sabrsizlik bilan kutishadi, chunki eng muhim sirlar hali to'liq ochilmagan. Bugungi epizod voqealari juda hayajonli boshlanadi. Bosh qahramon kutilmagan haqiqatni bilib qoladi va bu uning butun hayotini o'zgartirishi mumkin. Oiladagi ishonch sinovdan o'tadi, har kim o'z manfaatini himoya qilishga urinadi.